أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnson va jinlarni faqatgina o'ziga ibodat qilishliklari uchun yaratgan va bu ibodatlarida Alloh taologa boshqani ham sherik qilib olishliklaridan ogohlantirib payg'ambarlarni yuborgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilishlikka da'vat qilib, bu yo'lda ko'p ozorlarga sabr qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo inson va jinlarni o'zigagina ibodat qilishliklari uchun yaratar ekan, ularni imtihon qildi. Kim haqiqiy xolis Allohga ibodat qiladi, kim shaytonga ergashib Allohga shirk keltiradi, buni bilishni iroda qildi. Va shaytonga inson bilan olishishi uchun qiyomatgacha muhlat berdi. Aytdiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu va lakum fil arzi mustaqarru va mata'un ila hin. Tushinglar, biringiz biringizga dushmansiz va yer yuzida sizlarga ma'lum vaqt, makon va rizq bordir dedik. Shu sababli insonni dunyoyu oxiratda saodatga erishishligi uchun ko'p kurashish kerak bo'ldi. Hayotning formulasini kurashdan iborat qildi. Yaxshiliklarga yetishingiz uchun avvalo yomonliklardan saqlanishingiz kerak bo'ldi. Sog'lom bo'lishingiz uchun kasalliklardan saqlanishingiz kerak. Tinch yashashingiz uchun dushmanlardan omonda bo'lishingiz, molingizni tinch yeyishingiz uchun o'g'irlardan himoya qilishingiz kerak. Xuddi shunday Alloh taologa xolis ibodat qilishingiz uchun shaytondan va uning yomonliklaridan omonda bo'lishingiz kerak. Shaytonning yomonliklaridan omonda bo'lmasdan turib yaxshiliklarga erishib bo'lmaydi. Yomonliklardan poklanmay turib yaxshiliklarga erishaman degan kishining misoli hammomga kirib kiyimlarini yechmasdan g'usl qilgan kishiga o'xshaydi. U har qancha vaqtini isrof qilib, suvlarni isrof qilmasin, unda poklik hosil bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi: "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu ya Rasululloh va ma hunna? Qal ash-shirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallohu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa at-tawalli yawm az-zahf va qazful muhsanatil mu'minatil g'ofilat. Aytdilarki, 7 ta halok qiluvchi narsalardan saqlaninglar. Sahobalar aytdi, ular qaysilar ya Rasululloh? Rasululloh aytdiki, Allohga shirk keltirish, sehr, Alloh harom qilgan jonni o'ldirish faqatgina haq bilan, va ribo yeyish va yetimlarning molini yeyish, dushman bostirib kelganda orqaga qochish va pokdomon, pokiza ayollarga tuhmat qilish dedi. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilkum mudkhalan karima. Agar sizlar qaytarilgan narsalarning kattalaridan chetlansangiz, sizlarni gunohlaringizni kechiramiz va ulug' jannatlarga kirgizamiz dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki: "As-salavatul khamsu val jum'atu ila al-jum'a va ramadanu ila ramazon mukaffiratun ma baynahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." 5 vaqt namoz va juma namozi keyingi juma namozigacha va Ramazon keyingi Ramazongacha o'rtalaridagi gunohlarga kafforat bo'ladi, agar gunoh kabiralardan chetlanilsa dedi. Demak, mana bu oyat va hadislar dalolat qiladi, modomiki gunoh kabiralardan chetlanmas ekanmiz, solih amallarimiz
foyda bermasligiga. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytadi: "Va laqad uhiya ilayka va ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka va la takunanna minal khosirin." Darhaqiqat siz va sizdan oldingilarga vahiy qilindiki, agar Allohga shirk keltirsangiz, albatta amallaringiz habata bo'ladi va albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lasiz dedi. Va bu halok qiluvchi narsalarning eng kattasi va bu halok qiluvchi kabiralarning eng kattasi, ya'ni halok qilish deganda insonning dinini halok qiluvchi. Bularning eng kattasi Allohga shirk keltirishdir. Va shirk ikki turli bo'ladi. Birinchisi Allohga sherik qilish va Allohdan boshqaga, toshga yoki daraxtga, oyga, nabiyga yoki bir shayxga yoki yulduzga yoki podshohlarga ibodat qilishdir. Va bu Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan katta shirkdir. Alloh taolo aytadi: "Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Alloh taolo o'ziga shirk keltirishini kechirmaydi va undan boshqa gunohlarni xohlagan kishisi uchun kechiradi deydi. Va yana boshqa oyatda aytadi: "Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhil janna va ma'wahun nar." Kim Allohga shirk keltirsa, bas unga jannatni harom qildi va uning joyi jahannamdadir. Haqiqatan shirk halok qiluvchilarning eng kattasi. Alloh taolo sizni yaratgan bo'lsa-yu, sizga onangizni qornidalik vaqtingizda va tug'ilganingizdan keyin go'dakligingizda sizga ko'p ne'matlarni bersa-yu, siz Allohga sherik qilsangiz. Bu eng katta zulmdir. Shirkni ko'rinishlari juda ko'p. Shulardan inson maxluqlarini, ya'ni Alloh yaratgan narsalarni Allohni ulug'lagandek ulug'lashi. Bu ba'zi odamlarni boshliqlarini, ya'ni kattakonlarini Allohni ulug'lagandan ko'ra ko'proq ulug'lashidir. Ya'ni u kishiga namoz vaqtida bir ishni buyursa, namozni tashlab uni buyrug'ini bajaradi. Namozni vaqti o'tib ketsa ham e'tibor bermaydi. Bu uni Allohdan ko'ra ko'proq ulug'lashidir. Va o'sha boshliqlari haromni halol qilib bersa, halolni harom qilib bersa qabul qiladi. Soqolingni ol desa oladi. Hijobingni yech desa yechadi. Barcha islomiy shiorlarni yo'qot desa yo'qotadi. Hatto oddiy islomiy terminlarni ishlatishdan man qilsa, yetti bukilib rozi bo'ladi. Va bu Allohni qo'yib bandasini ulug'lashdir. Eng katta shirkdir. Va yana shuning jumlasidan kishi Allohdan boshqani Allohni yaxshi ko'rgandek yoki undan ham ko'proq yaxshi ko'rishligidir. Va minan nasi man yattaxizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Insonlardan Allohdan boshqalarni va ularni Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishadi. Bu yaxshi ko'rishligi inson bo'lsin, dunyo bo'lsin, shu muhabbatlarini talabida tunu kunlarni o'tkazishadi. Va shu muhabbatlariga putur yetib qolmasligi uchun Allohning muhabbatidan voz kechishadi. Va bu muhabbatlarining yo'lida Allohga va Allohning diniga qarshi kurashib ham qo'yaverishadi. Har qanday pastkashlikka borishadi. Va shirkning ikkinchi turi bu riyodir. Odamlar ko'rishligi uchun amal qilishlik. Alloh taolo aytganidek: "Faman kana yarju liqa'a robbih falyamal amalan solihan va la yushrik bi ibadati robbih ahada." Kimki Robbisiga yo'liqishni umid qilsa, bas solih amal qilsin va Robbisiga bo'lgan ibodatda biror kishini sherik qilmasin. Ya'ni ibodatlarni chiroyli qiladi birovlar ko'rishligi uchun. Roza tutadi odamlar ibodatli deb maqtashlari uchun. Sadaqa qiladi odamlar sahiy deb maqtashlari uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Qalu ya Rasululloh, "Va ma ash-shirkul asghar?" Qala ar-riya. Inna Alloha yaqulu yawma tujaza al-ibadu bi a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Men sizlarga eng qo'rqadigan narsam kichkina shirkdir" dedi. Odamlar aytishdiki, "Bu kichkina shirk nima ya Rasululloh?"
Rasululloh aytdi, bu riyodir. Alloh taolo qiyomat kunida insonlar amallari uchun mukofot oladigan kunda riyo uchun qilganlarga aytadiki, boringlar, kim uchun amal qilgan bo'lsanglar, o'shani oldiga. Qaranglarchi, ularni oldida sizlarga mukofot bormikin deydi. Riyokorning misoli cho'ntagiga mayda toshlarni to'ldirib bozorga borgan odamga o'xshaydi. Sotuvchini oldiga borib, cho'ntagidagi narsani chiqarib, narsa ber desa, aniqki unga espasga qaragandek qaraydi. O'sha toshlari bilan yuziga solishi mumkin. Xuddi shunday riyokor ham qilgan amalidan insonlarning gapidan boshqa narsani topmaydi. Yana maxfiy shirk turlaridan mol dunyoga muhabbat qo'yishlik. Kecha-yu kunduz pul topish haqida o'ylashlik. Pul uni aqlini egallab olishligi, qul qilib olishligi. Pul topish ilinjida ibodatlarni ham chetga surib qo'yishligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, Ta'isa abdud dinor, dinor quli badbaxt bo'ldi deydi. Alloh taolo bizlarni halok qiluvchi narsalardan o'zi saqlasin. Yakka o'ziga ibodat qilib, rahmatiga erishishni barchamizga nasib qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk.